Eron armiyasi bosh qo'mondoni Xotamiy AQShga qat'iy javob berish bilan tahdid qildi. Amerikaliklar har safar jinoyat sodir etganida qat'iy javob olgan va bu safar ham xuddi shunday bo'ladi. Eron prezidenti fransuz hamkasbi Emmanuel Macron bilan telefon orqali suhbatda ham AQSh bergan zarbalari uchun javob olishi kerakligini ta'kidladi. Biz bunday tajovuzlarni javobsiz qoldirmaymiz. AQShning Eronga qilgan shiddatli zarbasidan so'ng eronliklar ko'chaga chiqib bir ovozdan qasos deb baqirishmoqda. Ularning qilgan ishini haqiqatdan ham kechirib bo'lmaydi. Eron ular o'ylagandan ko'ra kuchliroq. Isroil Tehron va boshqa Eron shaharlariga yangi hujum to'lqinini amalga oshirdi. Isroil mudofaa vaziri mamlakat harbiy havo kuchlari Tehrondagi hukumat obyektlariga misli ko'rilmagan darajada kuchli zarbalar berayotganini aytdi. Nishonlar orasida Isroil rejimi muxoliflari saqlanayotgan Evin qamoqxonasi majmuasi ham bor. Erondan Isroilga qaqshatqich zarba. So'nggi 1 soat ichida 15 ta raketa uchirildi. Putin AQShning Eronga bergan zarbasi haqida shunday dedi. Mutlaqo asossiz tajovuz. Buni hech qanday oqlab bo'lmaydi. AQSh Eronning yadro obyektlariga zarba bergach, dunyo Eron javobini kutmoqda. Eron tomoni o'z so'zini aytdi. Video davomida batafsil. Albatta like bosib, fikrlaringizni izohlarda qoldirishni unutmang. Unda biz boshladik.